Hozir 38 yoshdaman, lekin menga 38 yosh berishmaydi. Bu yoshligimni, yoshimga nisbatan bu narsani qanaqa qilib asrab qolishga harakat qilaman. Birinchi ochrat o'zimni sevaman. Juda sevaman. Ikkinchisi tabiiy narsalarga, tabiiylikka ko'proq e'tibor qilaman. Yeb ichadigan narsalarimni ham, ichayotgan dori-darmonimni ham to'g'ri borib ximikat bilan ichimni to'ldirmayman. Tabiiy yo'l, Ibn Sinoni bobomizning davrida ham nimadan tayyorlangan, davolashgan. Tabiiy giyohlar, tabiiy narsalar bilan o'sha tabiiy narsalardan imkon qadar organizmimga yordam beraman. Nimadir bo'lsa, o'sha bo'lishgacha olib bormayman-da. Shu narsaga menda домашний уход. Men soat nechida uyga kirishimdan qat'iy nazar birinchi ochrat yuzimni chiroyli qilib yuvib olaman. Makiyajlardan tozalab, yuvib, yuvgan vaqtimda ham iliq suvda yuvaman-da, undan keyin muzdek suvda yuzimni bitta chaqib olaman, yuvib olaman. Yuzda qon aylanishini yaxshilab beradi. Bu tabiiy sizga. Men shu narsani odat qilganman, har doim qilaman shu ishni.